Agar shu narsaga amal qilmasangiz, basseningizdagi hech qaysi ximikatingiz ishlamaydi. Tester yordamida qanaqa qilib pH va xlor darajasini aniqlashni jarayonda ko'rsataman. Yanada to'liqroq ma'lumot testerimizning ichidan chiqadigan yo'riqnomamizda rus tili va o'zbek tilida yozilgan. Testerimizni ishlatish juda ham oson. Ya'ni kobamizda sariq chiziqlar bilan belgilangan tomoniga sariq reagentimizdan 5 tomchi tomizib olamiz. Qizil chiziq bilan belgilangan tomoniga qizil reagentimizdan 5 tomchi tomizib olamiz. Testerimiz javobni aniq ko'rsatish uchun yaxshilab aralashtirib 1 daqiqaga qoldiramiz. 1 daqiqadan keyin testerimizni oq fonga qo'yib, natijasini ko'rib olamiz. Ko'rib turganinglardek, bu yerda pH miqdori juda ham baland. Bu suvga 100 kilo xlor solsangiz ham foydasi yo'q. Endi sizlarda savol tug'iladi. pH darajasini to'g'rilash uchun qancha pH minus qo'shishim kerak? Buni javobi juda ham oson. Yaqinroq keling, men sizga tushuntiraman. Telefoningiz internetidan aquadoctor.uz saytini topasiz. Saytga kirganingizda o'ng tomon tepa burchagida 3 ta chiziqcha bor. 3 ta chiziqchani bosasiz va kalkulyator bo'limini tanlaysiz. Bu yerda hammasi juda ham oddiy. Birinchisiga testerda chiqqan javobni kirgizamiz. Ikkinchisida avtomatik ravishda kerakli darajani ko'rsatib turadi. Uchinchisiga bassenimizning hajmi, masalan 50 kuba va hisoblash tugmachasini bossak, bassenga necha kilo pH qo'shish kerakligini ko'rsatib beradi.